Tilla olsalarmi aka? Da davomimiz aka. Tillalar bor edi, o'zingiz hisoblab bering. Bo'ldi aka, mana shu pulni sanab turing, siz ungacha hazillashdim aka. Ha. Men aka, mayda pul sanashga o'tib ketdingiz. Ya mayda pul emasmi aka? Pul endi baribir yiringlar. O'zidan mayda juda lo'mli olib kelibsiz. Faqat nima, qayerdan olgansiz aka? Uzugiz. Qiyshayib ketgan, mana. Tillaladi aka. Ha, bundoq qiyshaytirib yuborsam rozi bo'lasizmi aka? Mayli farqi. Ha. Narx o'zgarmasa bo'ldi-da. O'zgarmaydi aka. Mana toshlaringiz minus qilinadi. Bo'ldi, hisoblab bering hammasini aka. Tillarning narxi ancha tushib ketgan lekin aka. Yo'q-e? Tem bo'ldi toshli narsa ekan, toshiga minus qilaman aka birinchi. Yo'q, men bitta klon ham bor. Kumushmi bu? Yo'q, klon bor aka. Qayerdan olgansiz? Nima? Ajdarxonmi bu? Birlan chekil toshlari. Ha, birlan aka. Yo'lbars. Tekshirib oling. Tigirmi aka? Tigirmisiz? Xo'p, qarang, 1.16 ekan, aka. 1.16 olib tashlayman o'zi, 1.5 olib tashlayman dotum. 840 grammga hisoblayman. Ana toshiga minus qo'raman. 960 mingdan 585. Hammasi 38 million 400 bo'pti. Xo'p, 750 pul bu toshlari birlandi dedingiz, mana aka. Xolos, tekshirib olavering aka, lekin. Bunaqa tekshirishim shart emas. 120 dollardan qilib beraman 1 grammini aka. Bu ham o'zi unaqa. Zo'r masla narsa aka, lekin so'mni beraman. 864 dollar bo'pti ekan. 864 12 mingdan kurs. 10 million 360 10 million 400 10 million 400 138 million 400 48 million 800 bo'pti, 49 million qilib beraman aka. Bo'ldi aka, baraka. Rozimisiz aka? Xo'p, amtda 20 40 pullaringni ham qolgan. Ya aka, pul ko'p. Men sizga 9 million berishim kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'lsa, mana 9 million aka. 49 million aka. Bo'ldi aka, rahmat. Sog' bo'ling. Charchamang aka, xizmatda o'tishayotamiz. Sizlarning ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, men mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.